3 saat, 3,5 saat tazıldım ben. Muş qaravoyman tarafdan chiqib bo'lsam, bir buvay mush darvozani ichib kirmayotganda ishtasa ichiga mangmayotdi. Qiyib ketdi o darvozamcha, cho'ng darvozga yog'och darvoza qiyib ketdi. Hadi g'artildab turdi o'ylab tirilib. Shu tushib ichib beray deb cherkib to'xtab mashina. Eshikni ochdik, shunda test ochdim eshikni. Shu ichiga kirdim yo'lab. Kirsam bu qo'rada bir odam o'tirdigandek emas, shunchalik o'xshab ketdi o'ylab qo'ra. Nimba bu yerda sizga aytsam, shu mening uyim bo'lar. Bu yerda qandam o'tirasiz, balla yo'qmi desam, ishki balam tugab ketdi, ishki balam qarimaydi deganda yuragi qattiq qilib qoldi jima. Bal deganim inson emas bekaka, ras ichim og'irdi, mo'mim tugab ketganki, yig'lab ketdi, voy degan. Şunu oturup birden paranlaşıp kaldım bu boy bilen. Paranlasam şu turmuş turgurluq, uylanish ışıldoğluq paran qilib berdim. İlatını anlap yüreklerim diye acayip bir aram bo'lib ketdim. Yilib qo'ra qarsam chayqallar diye, yilib qozon qumishlar diye o'ngdi dunda yilib ishlar. Bu tamoqlarni qanday qilsiz desam, mush qo'shillar ancha-muncha akib berdi shuni yeyme bala. Deb shuni o'ylab qo'ran tazildim. Bu zavod chiqadigan ishim bor. Yilib sıkılıp bizim bir xil ko'nglim yerim bo'lib ketdi. Har qanday mendan bo'lak odam bo'lsa qiladi o ishni. Shunda deb qarayman. Shu tozalab yetib qilsam, voyni paranlarni qilib yig'lab ketdim. Tozalgan bu ko'katlarni yuvdim. Yuvib lop bidi qilib film ishlash esim kelib qolgan. Ey odam degan ajoyib bo'lki bu. Mush to'r o'ynagandek kelib chataqga odam shaxsiyat chiqib ketdi. Ey to'xtab tur. Bu xalqlarni mushtabirimdan yo'llab shunchalik qo'llashlarga erishib ketdiki, yeginni, haqqi baginni mushtabirimdan chiqarsa, uningdan kim birning bo'ldi ekan-ku bu ish. Debli qo'llam yo'rgandek bo'ldi. Lop. Yiliq bu oy qarsam yig'layotdi. To'xtajman, shuni tatayman. Deb shuni qo'limga telefonni ilib tatdim bu tozliq yerlarim chiqardim. Yiliq bu oy yig'layotdi. Yig'lagan sir hayajonlanib men buning ishonchim to'ldi bu filmga. Mush film orqali men qo'llashga erishim dedim-ku. Shuni bilan birdamning orqida shaxsiy cho'p ketdim jima. Yiliq yaxshi qilaman deb kirib, men ishni ko'rdim. Odam degan ajoyib bo'ldi-ki. Yomon nimaga bu to'r degan nima? Bir tarafdan tatıyatma, bir tarafdan bu ay yig'lab gaqib beryapti. O'yliq bu oyni bir tatiyman paranglashqash. Shundan filmni xil tatib oldim. Yerib ketdim. 3 saatmi, 3,5 saatda tazildim iliq uyni. O'xshab ketibdi iliq qo'ramo, dahshat vayronchilik. Beshimga so'lya qaltidim, birini kiydim, kiyim-kechak degan bosh rasva hozir men yangi ishlab chiqqanim-ku mata. Shuni naq 3,5 saat, 4 saatga yaqin tazildim. Azroq yer batih qo'rani. Yeni kelib o'tasam shuni bu ay mening boshlarimni silab shunda maslak qilib so'yib men degan qo'shib qoldim yana qildi. Onga shundan ishni talaq qilib ichib bir kirdi. Dada debla. Qarsam pozor xil yomon emas kiyingan oltinlava zanjir. Qo'lida Hejdirxonning iliq bir hayvat bir oltinlar bor, qosh tashlar turandi. Telefon ishga qo'lini mendasi tutdi. Qo'sqon ochmadimi dada, jura menga dedi iliq odam. Bu sening dodangmi bu? Desam shuni. Mening dadam. Men bo'lsang kim bo'lsan? dedi. O bolam yo'q da tatdi bu dedim, chondim. Dadam divan bo'lib qolgan dedi. Mayli 3,5 saat, 4 saat yiliq qo'ran tozildim. Shuni jura deb bunda qo'ralar degani pechat qo'yibsizlar-ku. Sen tozildingmi? deydi. Mening qo'rarim mishad men yotima bo'lam, bolalarim yo'q, ishki bo'lam tugab ketdi deganda ishchim og'rib, men ishni ocholmay kirib tozalabdiman qaraki. Bizning ko'ni qo'ra saqam bu. Şu seytüyt eylesek, davamlıq dadam kirib müşta oturup oldu bu yerda. Muş yerda to'xtab qolgan kallasım şu ko'ni qo'raning esida bor shu. Muş nim deyishim bilmayapman. Ilk odamni yetlab shuni uy osh qo'radan ikkili chamdaplab yana bir qo'ra kirib ketdi. 3 qavatli dacha ekan. Osh qo'ra kirib ketdi.
Böyle qarab turib barman. Xiyol tut. 3 saat, 3,5 saat tazıldım ben. O şirket zavoddan telefon qilib degan saran qilib etdi meni, ha? Saran qilib etdi. Endi men shu to'g'ri o'ynayman, men shuningda Van Hong olaman deb, endi men men xizmatdan ma'arlab qoldigan o'xshayman, tinchlik qilsin.